Assalomu alaykum qadrli SATchilar, charchaymizlarmi? Sizlar uchun biz dekabr imtihoniga tushish ehtimoli yuqori bo'lgan top SAT mentorlari tomonidan tavsiya qilingan va o'zimiz tajribamizdan yig'gan ko'pchilik shogirdlarimiz va kuzatuvchilarimiz iltimosiga binoan dekabr imtihoniga tushishi mumkin bo'lgan savollarni video yechimini tayyorladik. Bu birinchi qismi xolos. Agar sizlarga yana qiziq bo'ladigan bo'lsa, keyingi qismlarni ham albatta tayyorlaymiz. Fikrlaringizni izohlarda kutib qolamiz. Hammaga kattakon rahmat. O'zim haqimda qisqacha aytib o'tadigan bo'lsam, SAT ustoziman. Xalqaro va milliy olimpiadalar g'olibi hisoblanaman. Shu kungacha ko'plab olimpiadalarga yuqori natijalarni qayd etib kelmoqdamiz. Bundan tashqari ko'p yillik matematika sohasida mutaxassis hisoblanaman. Ilmiy izlanuvchi hamman, Romanovsk nomida ilmiy institutda. Asosiy hozir faoliyatimiz SATga o'quvchilarni tayyorlash bilan bo'lmoqda. Demak, bugungi videomiz maqsadi 2025-yilda dekabr imtihonida tushishi mumkin bo'lgan kutilayotgan savollar. Ushbu savollarni biz SAT bo'yicha top mentor, xalqaro rasmiy saytlar va rasmiy manbalarga yuzlanib tayyorlab chiqdik. Xo'p, birinchi masaladan boshlaydigan bo'lsak, nima deyapti bu yerda? Bu yerda tenglama berilgan ekan. Bu yerda biz tarjima qilishda 80 ga 20 qoidasidan foydalanamiz. Ya'ni bu yerda men shunday so'zlarni sizlarga belgilab beramanki, u so'zlar tarjima uchun eng muhim bo'lgan va SAT mazdagi asosiy so'zlar hisoblanadi. Ularga siz e'tibor berib ketishingiz juda muhim. Bu yerda given. Bu nima degani? Given degani berilgan. Berilgan degani. Equation tenglama deb tarjima qilsak bo'ladi. Equation tenglama. Constant degani o'zgarmas. O'zgarmas. Xo'p. Keyin no solution degani yechimi yo'q degani. Yechimi yo'q. Yoki bo'sh to'plam deb tushunsak ham bo'ladi. What is value of degani bu umumiy bittasi. Bitta qilib aytganda nimaga teng? Nimaga teng? Ya'ni qiymati nimaga teng deb tushunsak bo'ladi, tarjima qilsak. Endi umumiy tarjima qiladigan bo'lsak, bu yerda eng muhim qoida, qanday qoida? Ingliz tili so'zlarni tarjima qilishda hamma ingliz tili grammatikasidan ma'lumki, oxirdan boshlab tarjima qilamiz. Ya'ni nuqtadan. Masalan, birinchi bu yerda virgulgacha, ya'ni tenglama berilgan ekan yuqoridagi t konstanta ekan. Demak, nima deyapti? Tenglama yechimga ega emas deyapti. Yechimga ega emas tenglama. Xo'p. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, t ni qiymati nimaga teng deb bizdan so'rayapti, to'g'rimi? Endi umumiy qoidani qisqacha aytib o'tib ketadigan bo'lsam, umumiy ax teng b bu bizga berilgan chiziqli tenglamalarning umumiy ko'rinishi. Ularda 3 ta holat bo'lishi mumkin. Birinchisi cheksiz ko'p yechim bo'lishi mumkin. Chiziqli tenglamada qachon cheksiz ko'p bo'ladi? Agar a teng 0 va b teng 0. Ikkalasi ham bir vaqtda 0 bo'ladigan bo'lsa, ushbu tenglamamiz nima bo'ladi? Cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladi. Ikkinchi holat bo'sh to'plam, ya'ni qachon tenglama yechimga ega bo'lmasligi mumkin deydigan bo'lsangiz, agar bizda a teng 0 bo'lsa va b teng emas 0 bo'lsa, bu holatda yechimga ega bo'lmaydi. Sababi bu tomon, o'ng tomon 0 ga aylanib ketadi, har doim chap tomon esa 0 dan farqli bo'lib qoladi. Uchinchi holat nima bo'lishi mumkin? Bittagina yechimga ega bo'lishi mumkin. Qachon bitta yechimga ega bo'ladi deydigan bo'lsangiz, bizga a 0 dan farqli bo'ladigan bo'lsa, har doim bu ushbu chiziqli tenglama bittagina yechimga ega bo'lar ekan. Bizga eng muhim nima jihat nima bu yerda? No solution deyapti. Demak, qaysini olamiz? Ikkinchi holatga tushyapti. Ya'ni a 0 ga teng bo'lishi kerak. Eng avvalo biz ushbu ko'rinishda har qanday chiziqli tenglamani ushbu ko'rinishda olib kelib olishimiz kerak. Ya'ni -3 x chiqara oladigan bo'lsak, -3 qo'shilgan 10 t buni qavsga olamiz va x ga ko'paytiramiz. Bu nimaga teng ekan? 37 ga ekan. Bu yerda asosiy qoida nima? A 0 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni -3 qo'shuv 10 t teng 0 bo'lishi kerak. B 0 dan farqli bo'lishi kerakmi? Ha, b bizdan 37 dan 0 dan farqli son. Demak, bundan t ni topadigan bo'lsak, tenglamaning umumiy qoidasi bor. Nima? Plus teng minus, ko'paytirish teng bo'lish. Ya'ni har doim tenglikni chap tomonda qo'shish o'ng tomonga ayirish bo'lib o'tadi, ayirish qo'shish bo'lib o'tadi. Ko'paytirish bo'lish bo'lib o'tadi, bo'lish ko'paytirish bo'lib o'tadi. Bu eng asosiy tenglamalarning qoidasi hisoblanadi.
Bunga diqqat qilishimiz kerak. Demak, minus nima o'tadi? Plus. Ya'ni 10 t teng 3 ga teng bo'ladi. Ko'paytirish bor, teskarisi nima? T teng 3 taqsim 10 bo'lar ekan. Demak, biz t ni topib qo'ydik. Xo'p, keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, nima deyapti bizga? Xo'p, bizga bu yerda certain park, ya'ni bizga park berilgan ekan. Qandaydir? Certain degani bironta aniq deb tarjima qilinadi. Certain bu aniq. Xo'p, park so'zi bizga muhim, ya'ni park siz bilan biz bilgan. Area degan so'zi muhim. Bu nima degani? Bu degani yuza degani. Area yuza qismi. Xo'p, of tarjimasini bilamizki, bu ning deb tarjima qilinadi. Ushbu so'zlar berilgan. Square yard degani amerikaliklarning o'zini o'lchov birligi bizdagi metr kvadrat deb tasavvur qilsak bo'ladi. Square yard. Xo'p, endi what's area degani yuzasi nimaga teng? Yuzasi nimaga teng? Square miles, ya'ni bizga parkni yuzasi square yardda berilgan ekan, biz uni square millsda ifodalashimiz kerak ekan. Endi bizda mana bu yerda square yard va millar orasiga bog'liqlikni bergan. Lekin bizga yardni o'zi emas, balki nima beryapti? Square yard deyapti. Bu nima degani? Square degan kvadrat degani, ya'ni yardning kvadrati. Uni topish uchun nima qilamiz? Uni topish uchun qishloqcha usuldan foydalanamiz. Ya'ni buni avval yozib olamiz. 1 mil teng 1760 yard. To'g'rimi? Xo'p, buni ikkita tomonni kvadratga ko'taradigan bo'lsak nima bo'ladi? Ikkita tomonni kvadratga ko'tarib yuborsak, bu nima bo'ladi? 1 mil kvadrat, ya'ni square mil nimaga teng bo'lyapti? Xo'p, buni ya'ni 1760 ning kvadrati, to'g'rimi? Ya'ni bu nimaga teng ekan? Yard kvadrat, ya'ni square yardga teng, mana bu ifodaga teng ekan. Ya'ni milni bu orqali ifodalab oldik. Endi nima qilamiz? Endi biz mana bu ifodani buni kvadratga bo'lib qo'yadigan bo'lsak nima bo'ladi? Qancha mil ekanligini kelib chiqadi. Ya'ni 11,863,808 ni nechiga bo'lishimiz kerak? 1760 ning kvadratga bo'lib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Shunda bizga nima bo'ladi? To'g'ri javob kelib chiqadi. Hozir yonimda kalkulyator bo'lmaganligi uchun ularni sizga hisoblashga qoldiraman. Agar desmos bo'lganda, desmosda tezdagina buni hisoblab ketishimiz mumkin edi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Keyingi qismga o'tadigan bo'lsak nima deyapti? Uchinchisi, bizga ushbu tenglama berilgan ekan. Nima bo'lyapti bizda? Aytayaptiki, one of the equation, ya'ni bizda bitta tenglama berilgan ekan. System of two linear equation degan, system degan sistema degani. Sistema. Linear bu yerda chiziqli degani. Chiziqli. Ya'ni bizda ikkita chiziqli tenglama berilgan ekan. Where n is positive, ya'ni where degani aniqlayapti. Qayerdaki n bu yerda pozitiv degani nima degani? Musbat son degani, ya'ni plus son, musbat. Plus son degani. Xo'p. Va aytayaptiki, sistema yechimga ega emas deyapti. Yuqorida ham buni tarjimasini ko'rib o'tdik, no solution'ni ma'nosini. Keyin nima deyapti? Bizdan so'rayapti. Pastdagi qaysi biri nima? Could be, can be lar nima? Bo'lishi mumkin degani. Bo'lishi mumkin. Ya'ni mana bu 4 ta javobdagi tenglamalardan qaysi biri mana bu tenglama bilan ikkalasini umumiy sistema, chiziqli tenglamalar sistemasi hosil qiladigan bo'lsak, u sistemani yechimi mavjud bo'lmaydi. Endi avvalo qisqa nazariya haqida aytib o'tib ketadigan bo'lsak, nima degani qisqa nazariya? A1 x qo'shuv B1 y teng C1 bo'lsa, A2 x qo'shuv B2 y teng C2 bo'ladigan bo'lsa, bu chiziqli sistema qachon qanday yechimga ega bo'lishi, ya'ni cheksiz, bitta yo o'sha holatlar. Qachon cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladi? Agar A1 ni A2 ga nisbati, B1 ni B2 ga nisbati teng C1 ni C2 ga nisbati bo'ladigan bo'lsa. Ikkinchi narsa, yechimi bo'lmaydi. Qachon yechimi bo'lmaydi? A1 ni A2 ga nisbati, B1 ni B2 ga nisbati teng bo'lmasa, C1 ni C2 ga nisbat bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi? Bu yechimga ega bo'lmagan holat bo'ladi. Va nihoyat uchinchisiga keladigan bo'lsak, qachon bitta yechimga ega bo'ladi? Bizga bitta yechimga ega bo'lish uchun A1 ni A2 ga nisbati teng bo'lmasligi kerak. B1 ni B2 ga nisbat bo'lsagina bitta yechimga ega bo'ladi. Ya'ni chiziqli tenglamalar sistemasi.
Bizga yechimga ega bo'lmasligi kerak. Demak, qaysi mana bu shart bajarilishi kerak? Ya'ni shu shartga qo'yadigan bo'lsak, tepada avval buni biz sodda holatga keltirishimiz uchun nima qilamiz? Soddalashtirib olamiz, to'g'rimi? Ya'ni x, y'larni mos ravishda bu 31 x minus 31 n teng 31 y plus 31 n. Buni yanada soddalashtiradigan bo'lsak, 31 x minus 31 y, x, y bir tomonga, n'lar 62 n bo'ladi, to'g'ri? Mana minus bu yoqqa plus o'tgandan keyin. Demak, ushbu ko'rinishda keldi. Biz nima qilamiz? Nisbatlari qaraymiz. Ya'ni 31 taqsim buni sistemani qanaydir ildizi, masalan 31 taqsim a2 deyik taxmin bo'yicha. Mana bu a2, keyingisi ham 31 taqsim nima bo'ladi? b2 bo'ladi. Va nihoyat bu teng bo'lmasligi kerak nechiga? 62 taqsim nimaga bo'lishi kerak? 62 taqsim s2 ga teng bo'lmasligi kerak ekan. To'g'rimi? Demak, bundan nima xulosa keladi? Bu ikkalasi teng ekanligidan, demak, bundan biz a2 teng minus b2 ni topar ekanmiz. Ya'ni a2 bilan b2 minusda farq qiladi. Bu yerda shunday javob bormi? Ha, shunday javob bor. Qaysi? A bilan D javoblarini ko'rib turibmiz, to'g'rimi? Ishorasi minusda farq qiladi. Endi s'larga qaraydigan bo'lsak, nima qilamiz? S'lari buniki 3n, buniki 6n, to'g'rimi? Xo'p, s'larga e'tibor berdik. Bu yerga biz ikkita javobni ham qo'yib ko'ramiz. Agar 3n ni 3 ni qo'yib ko'radigan bo'lsak, nima bo'ladi? 62 taqsim 3 bo'ladi, to'g'rimi? Bular ham 3 bo'ladi. Ya'ni 31 taqsim 3, 31 taqsim minus 3 bular teng. Va bu teng emas, 62 taqsim nechiga bo'lar ekan? 62 taqsim 3 ga. Bu holat to'g'rimi? Ha, bu holat to'g'ri. Ya'ni D ni javob sifatida olsak bo'ladi. Bu yerda D ni javob sifatida olsak bo'ladi. Endi A nichi? A ga keladigan bo'lsak, A ga 3 emas, balki 6 turibdi, to'g'rimi? 6 ni qo'yadigan bo'lsak nima bo'ladi? 6 ni qo'yib ko'radigan bo'lsak, 6 ni ham sodda 6 ni ola olmaymiz. Nega? Agar biz 62 taqsim 6 ni oladigan bo'lsak, bu nima bo'ladi? 2 ga qisqarib 31 taqsim nima bo'ladi? 3 bo'ladi. Ya'ni pastdagi bilan ifodalar bilan teng bo'lib qoladi. Shuning uchun nima qilamiz? Buni biz ola olmaymiz. Chunki mana bu holat bajarilishi kerak. Mana bundagi. Tushunarli bo'ldimi? Ya'ni chiziqli tenglamali sistemasi shu holatdagina yechimga ega bo'lmaydi ekan. Demak, keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, nima deyapti? Bizda datasetlar ma'lumotlar berilgan ekan. Dataset degani ma'lumotlar to'plami. Xo'p, A ma'lumotlar berilgan bizga, B ma'lumotlar to'plami berilgan. Datasetni jijjagini yozib ketay buni. Ma'lumotlar to'plami. Har bir narsani eslatib o'tishimiz kerak. YouTube sahifamizda tepaga qaraydigan bo'lsangiz, noyabrga tushgan haqiqiy imtihon savollarini birma-bir ikkita video darsda tahlil qilib berganmiz. Bundan qiziqarli masalalar bor. Qiziq bo'lsa o'tib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingisi nima deyapti? A va B dataset, ya'ni ma'lumotlar berilgan ekan. Each consist degani har birida. Ya'ni har birida. Each degani har bir, consist degani o'z ichiga oladi. Har birida 6 ta value degani qiymat. S shown, ya'ni ko'rsatilgandek. Shown degani ko'rsatilgandek. Buni aytib o'tgandik. Ya'ni A ma'lumotda ham, B da ham 6 ta ma'lumotlar berilgan ekan. Xo'p, bu yerda A ni konstanta, H ni konstanta ekanligi aytib o'tilyapti. H konstanta ekan. If agar standard division nima degani deydigan bo'lsangiz, o'zimizni qishloqcha aytganda farqlarni taqqoslash. Ya'ni standard division bu farqlarni orasidagi taqqoslash. Masalan, dataset A dagi farqlar qanday? Ya'ni farqlar kattami, kichikmi? Agar farqi qanchalik katta bo'lsa, sonlar orasidagi farq qanchalik katta bo'lsa, standard division shunchalik katta bo'ladi. Agar sonlar orasidagi farq qanchalik kichik bo'lsa, standard division ham shunchalik kichik bo'ladi. Bunga e'tibor beraylik. Standard divisioni nima ekan? Greater than kattaroq degani. Kattaroq. Nima ekan? B ni standard divisionda. Buni ma'nosi nima degani? Buni ma'nosi shuki, A dagi berilgan sonlar orasidagi farqlari
Bdagi berilgan sonlar orasidagi farqlardan nima kattaroq ekanligi aytilyapti. Tushunarlimi? Xo'p, unday bo'lsa nima bo'ladi? Nima qilamiz biz? Xo'p, greater than. Yaxshi. Pastdagi ma'lumotlardan hashga, ya'ni pastda hash uchun 3 ta son, hash 23, 28 va 29 bo'lishi mumkin degan 3 ta ma'lumot bor. O'shalarni birini topishimiz kerak. Xo'p, uning uchun eng yaxshi usul nima? Eng yaxshi usul qaranglar. Farqlarni ko'rib chiqamiz. Bu ikkalasining orasida farq necha? 3, bunikida 1, bunikida 3, bunikida 6, bunikida 6. Data B'da nima farqlar bor? Bunda ham xuddi shunday 3, 1, 3, 6 degan farqlar bor. Qaranglar, nima deyapti? A ni standard divisioni B nikidan katta deyapti. Mana bunday so'zni bizga berib qo'yibdi. Demak, bu nima degani? Bu degani hash 27 dan nima bo'lishi kerak? Eng uzog'i bo'lganda ham 27 dan kichkina son bo'lishi kerak. Chunki ikkalasini ham nimalari orasidagi farqlar bir xil ketyapti, to'g'rimi? Demak, hash 27 dan qat'iy kichik. 27 ham bo'la olmaydi. Agar 27 bo'lib qolganda ham data A bilan B ni standart divisionlari o'zaro teng qolar. Chunki farqlar nima? Bunda 3 bor, bunda ham 3 bor. Bunda 1 bor, bunda ham 1 bor. Bunda 3 yana 3. 6 6. Faqat bunda 6 ko'p. Bunda agar nima bo'lishi kerak? Orasidagi farq 6 dan kichkina bo'lishi kerak. Qachon 6 dan kichkina bo'la oladi? Faqatgina 23 bo'lganda bo'la oladi. Demak, to'g'ri javob A ekan. Tushunarli bo'ldimi? Yaxshi, keyingisiga o'tamiz. Nima deyapti? 5-savol matnli savol. Ya'ni word problemga kelyapti. Xo'p, endi qaraymiz. Word problem. Ekonomist degani boyagi moliyachi. Ekonomist model tuzibdi. Model degan model tuzish degani. Ekonomist bu moliyachi. Moliyachi deb qo'yaylik. Moliyachi. Model tuzibdi. Modelda quta nima kerak bo'lar ekan? Quta mahsulot kerak bo'lar ekan. Bitta aniq mahsulotdan quta talab bor ekan. Demand degani talab. Demand degani talab. Produkt degani mahsulot. Mahsulot. Xo'p. Va chiziqli linear function degani chiziqli funksiya degani. Linear function. Selling degani sotish. Sotish P narxda. P narxda sotish. Ya'ni moliyachi bitta mahsulotga quta talab bor ekan va uni P narxdan sotish bilan orasida chiziqli bog'liqlik bor ekan. Bu nima degani? Bu degani Q teng MP qo'shuv B degani. To'g'rimi? Ya'ni bu talab, bu narx orasida chiziqli bog'liqlik bo'lsa, shu ko'rinishda bo'lar ekan. Endi aytayaptiki, talab 2000 ta bo'ladigan bo'lsa, narxi 4000 so'm, 40 so'm bo'lar ekan. Xuddi shunday talab 15000 bo'lsa, narxi 60000 bo'lar ekan, to'g'rimi? Demak, unda nima bo'ladi? Bizdan nima so'rayapti? 55000 narxi bo'lishi qancha talab bo'lish kerak deb bizda what is, ya'ni qancha talab bo'lish kerak deb so'ramoqda ekan. Endi uning uchun topishni qishloqcha usullari ham bor. Men eng soddasini aytib ketaman. M bu yerda nima bo'ladi? Chiziqli funksiya uchun slope, qiyalik bo'ladi. Endi eng yaxshi topishni formulasi nima? M teng Q1 minus Q2 P1 minus P2. Ya'ni ikkita talabdan ikkita narxni ayirib bo'lib qo'ysak kelib chiqadi. Xo'p, Q1 joyiga 20000 ni qo'yaman. 20000 dan nechini ayiraman? 20000 dan 15000 ni ayiraman, to'g'rimi? Pastdachi 20000 da nechta qanchadan sotdi? 60 dan xo'p. Uzr. 40 dan nechini ayiraman? 40 dan 60 ta ayiraman. Bundan nech bo'ladi? Tepada 5000, pastdachi minus 20. Buni soddalashtiradigan bo'lsak nima bo'ladi? Minus 250 bo'ladi. To'g'rimi? Demak, Q teng minus 250 P qo'shuv B. Endi men mana bu sonni o'zini shunday qo'yib ko'rib nimani topsam bo'ladi? Bni ham topib olishim mumkin. Ya'ni Q ga 20000 ni qo'yaman, chunki talab narx qancha bo'lar ekan? 40 dan bo'lar ekan, to'g'rimi? Xo'p, 20000 teng 250 ni 40 ga ko'paytiradigan bo'lsak nima bo'ladi? Minusdan bo'ladi. 25 ni ko'paytirsak 100, to'g'rimi? 2 ni 2 dan 0. 2 dan 0. Ya'ni 10000 bo'lar ekan, to'g'rimi? Qo'shuv B bo'ladi. Bu yerdan biz 10000 bo'ldi, to'g'rimi? 100 2 dan 0. Bu yerdan biz
bni topadigan bo'lsak, bu minus qo'shilib 30 ming bo'ladi. Demak, b 30 ming bo'ladi. Tenglamani umumiy ko'rinishi qanday bo'lar ekan? Q teng minus 250 p qo'shuv 30 ming so'mga teng ekan. To'g'rimi? Yaxshi. Keyingi asosiy masalamiz nima bo'ladi? Keyingi asosiy masalamiz xo'p, 55 dollardan sotishni qancha bo'lishi kerak deyapti. Bo'ldi. P ni o'rniga 55 qo'yamiz, Q kelib chiqadi. Q teng minus 250 ko'paytirib 55 qo'shuv 30 ming bo'ladi. Endi buni hisoblaydigan bo'lsak, men boya hisoblab qo'ydim. 16250 bo'ldi. Demak, javob A bo'lar ekan. Ya'ni 55 dollardan topish uchun talab 16250 ta bo'lish kerak ekan. Yaxshi, keyingisiga o'tamiz. Nima deyapti? 6-savolda the cost of renting backhoe deyapti. Ya'ni cost degani narx. Renting degan ijara. Ijara. Backhoe degan bilmayman nimadir backhoe. Xo'p, backhoe degan narsani 10 kunga ijara olishni narxi 270 dollar ekan. Tushundingmi? 270 dollar. Birinchi kuni. Uzr. Backhoe degan narsani ijaraga olmoqchi ekan 10 kunga. Birinchi kuni 270 dollar. Va keyin har kun uchun additional day degani qo'shimcha kun. Keyin boshqa birinchi kundan keyin har qo'shimcha kun uchun nima ekan? Narxi qo'shimcha kun uchun narxi 135 dollardan ekan. Keyin aytayaptiki, which of long equation, ya'ni pastdagi tenglamalardan deyapti. Y bu umumiy narxni belgilaydi, x kunni belgilaydi deyapti. O'shanday bo'ladigan bo'lsa, qaysi biri to'g'ri deyapti. Ya'ni siz ijaraga olmoqchi bo'lsangiz, xuddi shu 10 kunga olmoqchi bo'lsangiz, birinchi kun 270 dollar berasiz, keyin har kuniga 135 dollardan bo'lsa, pastdagi qaysi bir tenglama to'g'ri ifodalaydi shu ketadigan pulni deyapti. Demak, nima deymiz? Общий pulni biz y deydigan bo'lsak, y degani birinchi kunga 270 dollar ketadi, to'g'rimi? Keyin bunga nimani qo'shamiz? 270 dollar birinchi kun bo'lgandan keyin har kun 135 dollardan bo'ladi, x minus 1 bo'ladi. Nega x minus 1? Chunki birinchi kuniga 270 dollardan to'lab qo'ydi. Buni biz teng deb yozadigan bo'lsak, 270 qo'shib 135 x minus 135. Ayirib qo'yadigan bo'lsak, 135 qo'shib 135 x. Tugadi. Qaysi javob bo'ldi? D javob bo'ldi. Tushunarlimi? Ajoyib. Xo'p, keyingisi nima deyapti? Bizga mana bu kvadrat tenglama berilgan ekan. Kvadrat tenglama berilgan. Bu masalalar Desmosdan juda sodda ishlab qo'ysak bo'ladi. Nega hozir men Desmosdan foydalanmayapman? Sababi Desmos uchun alohida uni bir juda go'zallik ajoyibotlarini uchun alohida biz video dars tayyorlamoqchimiz. Agar qiziq bo'lsa, Desmos desangiz, boshqa videolardan oldin Desmosni biz YouTube sahifamizga qo'yamiz. S konstanta son ekan. Berilgan tenglamada. Tenglama exactly one degani aniq bitta. Ya'ni tenglama, kvadrat tenglama bittagina yechimga ega bo'lish kerak ekan. Bizdan sini so'rayapti. O'zi tenglama nechta yechimga ega bo'lishini qayerdan bilamiz? X ni darajasiga qarab bilamiz. Agar x ni darajasi 100 bo'lsa, tenglama 100 ta yechimga ega. Nechta bo'lsa, shuncha yechimga ega bo'ladi tenglama har doim. Nechtasidir ratsional, qolgani irratsional yoki kompleks ham bo'lishi mumkin, lekin farqi yo'q, shuncha yechimga ega bo'lishi shart. Tushundikmi? Demak, kvadrat tenglama ikkita yechimga ega bo'ladi. Lekin bizga nima deyapti? Bu bitta yechimga ega bo'lsin deyapti, to'g'rimi? Biz kvadrat tenglama ota-bobomizdan qolib ketgan diskriminant degan formula bor, to'g'rimi? Ya'ni kvadrat tenglama qachon bitta yechimga ega bo'ladi? Diskriminant 0 bo'lsa. Diskriminantni topadigan bo'lsak, diskriminant d teng b kvadrat minus 4ac, to'g'rimi? Ya'ni 400 ayru 4 ko'paytiruv a ni o'rniga nima bo'lyapti? Minus 2. S ni o'rnigacha o'zi kelyapti, teng 0. Yaxshi, 400 teng 2 ta minus nima bo'ladi? Plus bo'lib, bu yoqqa minus bo'lib o'tib ketadi, to'g'rimi? Ya'ni minus 8 s. Bu yerdan s ni topadigan bo'lsak, minus 50 bo'ladi, to'g'rimi? Demak, to'g'ri javob B ekan. Tushunarli bo'ldimi? Ya'ni minus 50 bo'lganda s bu tenglama yagona yechimga ega bo'lar ekan. Yaxshi, keyingi savolga keladigan bo'lsak, nima deyapti bu yerda? Bu ham yuqoridagi masalani xuddi o'zgi narsa ekan, to'g'rimi? Ya'ni tenglama yechimga ega emas ekan. Bir xil deyarli. Bunday vaziyatlarda nima qilamiz deydigan bo'lsangiz, bunday vaziyatlarda masalan nima bo'lyapti? 3 taqsim 2y minus 1 taqsim 4x
teng 2 taqsim 3 minus 3 taqsim 2 y. Buni sizga qoldirib ketaman. X qo'shuv 3 taqsim 2 teng p y plus 9 taqsim 2. Ushbu sistema yechimiga ega bo'lmasi uchun nima bo'lish kerak edi? Mayli qoidasini ham jichchagina eslatib ketaman. Nima bo'lish kerak edi? Ya'ni A1 taqsim A2 teng B1 taqsim B2 teng emas S1 taqsim S2 bo'lish kerak edi, to'g'rimi? O'sha qoida bo'yicha soddalashtirib qo'yadigan bo'lsangiz, tenglama bittada kelib chiqadi ekan. Demak, keyingisi 9-masalada nima deyapti? 9-masalada aytayaptiki, bizda auditorium degan auditoriya, ya'ni xona desak ham bo'ladi, xona. Xona sit degan o'rindiq. O'tirish desak ham bo'ladi, o'tirish. O'tirish uchun 1800 ta odamga o'tirish uchun joy ajratilgan. Biletlar ishtirokchilarga qatnashish uchun, auditoriyaga kirish uchun $4. Narxi $4 biletlar narxi. Currently degani ayni vaqtda degani. Hozir. Ya'ni hozirda aytmoqda, ayni vaqtda. Ayni vaqtda deb tarjima qilsak bo'ladi. Each har biri $1 dan oshib boradi. Ya'ni bilet narxi 100 ta, ya'ni 1800 ta odam oladi dedik-ku, o'shalar har 100 ta kamayganda nima bo'lar ekan? Narxi $1 ga biletlar narxi oshib ketaverar ekan. Ya'ni 100 ta sotildi, birinchi 100 ta sotilgandan keyin narxi $4 emas, balki $5. Keyingi 100 tadan $6. Shu holatda ketaverar ekan. Uni umumiy tenglamasi mana bu ekan. Umumiy tenglamasi shu ko'rinishda ekan. Ya'ni situation degan holat, ushbu holatni model degan tenglamasi tuzildi. Mana bunday ko'rinishda bo'lyapti. Demak, bizda nimani so'rayapti? Bizda bu yerda so'rayotgan narsa if agar tenglama shu tenglama grafik, ya'ni grafikka x y dekar koordinatlar sistemasi bor-ku, x y da chiziladigan bo'lsa, x ni maksimum qiymatini toping deyapti. Aslida bu nima? Bu aslida bu kvadrat funksiya, to'g'rimi? Kvadrat funksiya parabola aslida. Mana bu nima? Manfiy bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Qachon a musbat bo'lsa, parabola shoxlari tepaga qaragan, a manfiy bo'lsa, parabola shoxlari pastga qaragandi. A manfiymi? Demak, parabola shoxlari pastga qaragan ekan. Buni maksimum qiymati bormi? Ha, bor. Mana bu yerda maksimum qiymatiga erishadi. Biz tir tushirgan bo'lsak, mana bu nuqta x 0 bo'ladi, bu y 0 bo'ladi. Ya'ni bu parabolaning uchi hisoblanadi. Va bu ya'ni x ni eng katta qiymat bo'ladi parabolaning. Bu x0 ni topish formulalari bormi? x0 teng bir tomondan minus b taqsim 2a ga teng, boshqa tomondan x1 plus x2 ikkita ildizining o'rtasiga ham teng bo'ladi. Mana bu x1, bu x2 qisqacha aytib ketganda, bu yerda b nimaga teng? Bu yerda y teng ax kvadrat plus bx hop plus s. To'g'rimi? Ushbu ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda b bizga 1400 ga teng, to'g'rimi? Pastda 2 ko'paytirib minus 100. Buni soddalashtiradigan bo'lsak, tirs ketadi, minus 7 bo'ladi. Uzr, yana bitta minus bor-ku, 7 ni o'zi bo'lar ekan. Demak, to'g'ri javob b bo'ladi. X ni eng katta qiymati 7 da erishar ekan. Keyingi savol nima deyapti bu yerda? Bu yer darajaga oid savol ekan. Ya'ni n teng 5 taqsim 3-sini teng k ni 2 taqsim 5-siga ekan. Xo'p, keyin shunday bo'ladigan bo'lsa, mana bu ifodani, ya'ni a ni topishimiz kerak ekan. Uni eng yaxshi usuli nima? Eng yaxshi usuli k ni endi darajasi orqali ifodalay olamiz. Ya'ni buni biz qanday yozsak bo'ladi? Buni biz mana bu pastdagi har doim sonda kasr darajasi bo'lsa, kasrni pastdagi mahraj deyiladi. Pastdagi son nima bo'ladi? Bu yoqqa ildizga ketadi. Kasrning tepasidagi son o'sha sonda darajasi bo'lib qoladi. Bu degani ko'p ildizosi n ni 5-si degani. Buchi bu pastda bu yoqqa ketsa 5 k ning kvadrati, ya'ni 5-ildizosi k kvadrat bo'ladi. Yaxshi. Endi ikkita tomondan nima qilishim kerak? Mana buni men oddiy k ga olib kelish uchun ikkita tomondan ildizdan qutulishim kerak. Ya'ni 5-darajaga oshirishim kerak. Buni 5-darajaga oshiraman, buni ham 5-darajaga oshiraman. Bu nima degani? Bu degani buni 5-darajaga oshirish, 3-si, to'g'rimi? Buni yoki ichidagini farqi yo'q. Umumiy 5-darajaga ildizda darajani ichkari kiritsak bo'ladi. To'g'rimi? Ya'ni n ni 5 kere 5 nima bo'ladi? 25-si teng bu k kvadrat bo'ladi. Ikkita tomondan ildiz olsak bo'ladimi? Ha, ikkita tomondan ildiz olsak bo'ladi, to'g'rimi? Chunki mana buni yo'qotish uchun. Ildiz oldik degani nima degani? 2 ildiz oldik degani mana bunda ildizda
bitta oddiy qoidasi bor. Qancha ildiz olsangiz ham ildizda mana bu sonlar nima bo'ladi? Ko'paytirilib ketadi. Ya'ni ildiz osti 6, n 25 teng k ekan. Buni ma'nosimi n 25 taqsim 6 degani. Xo'p, buni mana shu yerda ham yozsak bo'lardi. Ikkalasining darajasini nimaga oshirib yuborishimiz mumkin? Ikkalasining darajasini ham 2 taqsim 5 edi, buni teskarisiga, ya'ni n 5 taqsim 3 ni 5 taqsim 2-chisi darajaga oshirsak, buni ham k 2 taqsim 5 ni 5 taqsim 2-chi darajaga oshirib yuborsak, bunda nima bo'ladi? Qavs daraja bo'lsa, ikkalasi ko'paytirib qo'yiladi. Ya'ni n teng kasrni kasrga ko'paytirsa tepa-tepaga, past-pastga 5 kara 5 25, pastda 3 kara 2 6 bo'ladi. Xuddi bunday, ya'ni endi darajasida turibdi bu. Endi darajasi turibdi deb tushunsak bo'ladi. N desak, bu teng bo'lardi, nima bo'ladi? Bu bilan bu qisqaradi, bu bilan bu qisqaradi, ya'ni k ni o'zi bo'lib qoladi. Demak, yaxshi. Endi 25 taqsim 6-chisi boshqa tomondan endi 4a plus 1-ga teng ekan. Demak, 25 taqsim 6 teng 4a plus 1. Bu yerdan biz a ni topib oladigan bo'lsak, a nima bo'ladi? A bu yerda 1 ayrilgandan keyin 1 ayrilsa nima bo'ladi? Ya'ni, xo'p, bu yerda soddaroq qiladigan bo'lsak, 19 taqsim 6 teng 4a bo'ladi. A teng 19 taqsim 24 bo'lar ekan. Tushunarli bo'ldimi? Ya'ni what's the value, a ni qiymatini topishimiz kerak edi masalada. Va nihoyat 11-masala geometriya ekan. To'g'rimi? Pastda mana bu chizma berilgan deyapti. Figure below degan, figure degan chizma below degan past degan, mana pastda belgisi. Lines degan chiziq. Xo'p, parallel degan bilamiz, parallel. A va B chiziqlar parallel ekan, x plus y ni qiymatini so'rayapti bizdan, to'g'rimi? Demak, nima bo'ladi? Mana bu burchak. A bilan B parallelligidan bu burchakka nima? Teng. Ya'ni bu ham 123 ga teng. Xo'p, bu 123 ga tenglik ekanligi bizga ma'lumki nima? Bu burchak va bu burchak 180 ga teng edi, to'g'rimi? Demak, bu nima bo'ladi? Mana bu burchak. Buni ham men nimadir deb tursam, qizil burchak desam, 123 qo'shuv x burchak, mana bu qizil burchak deb men taxminan t deb tursam, t nechaga teng ekan? 180 ga teng. Bundan t ni topadigan bo'lsak, 180 dan 123 ni ayirsak 57 minus x bo'ladi. Demak, bu 57 minus x ekan. To'g'rimi? Chunki 70 80, ha. Xuddi shunday mana bu ham 116 ekanligidan buni men nima deyman? P deb turaman. P qo'shuv y gradus qo'shuv 116 teng necha bo'ladi? Teng taxminan 180 bo'ladi. Yaxshi, 180 bo'lgandan keyin men nima qilaman bu yerda? 180 bo'lgandan keyin men bir vaqtda o'zida P ni topib oladigan bo'lsam, 180 dan 116 ni ayirsam necha bo'ladi? 64 ayru y bo'ladi. Bu nima ekan? 64 ayru y. Xo'p, bizga parallel to'g'ri chiziqlarda nima? Ichki burchaklar. Mana bu burchak bilan nima teng? Bu burchak teng. To'g'rimi? Xuddi shunday bu burchak bilan bu burchak teng. Demak, nima bo'lyapti bu yerga aytadigan bo'lsak? Bu uch burchak bo'lib qoldi, to'g'rimi? Ya'ni 64 minus y qo'shuv 81 qo'shuv nima bo'lyapti? 57 minus x teng necha ekan? 180. Chunki mana bu burchaklar uchalasi nima? Bitta bizga uchburchakni beradi. Uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 ligini bizga yoshligimizdan ma'lum. Demak, 64 ga 81 ni qo'shadigan bo'lsak, 145 bo'ladimi? 145, ha. 145 qo'shuv 57 teng 180 qo'shuv x qo'shuv y. Yaxshi, ikkalasini qo'shadigan bo'lsa nima bo'ladi? 202 teng 180 ayru x plus y. Bundan x plus y nimaga tengligi? 22 ga tengligini birdaniga topib qo'yishimiz mumkin ekan. To'g'rimi? Yaxshi. Keyingisi nima deyapti bizga? Fx funksiya berilgan ekan, ushbu ko'rinishda gx ham berilgan ekan, f va gx funksiyalar berilgan. Bizda nima? K konstantaligi aytilyapti. Agar mana bunday bo'lsa deyapti, k ni qiymatini top deyapti. Xo'p, nima qilamiz? Ko'paytiramiz ikkalasini. Ya'ni 5x kvadrat minus k x qo'shuv 245. Buni x plus 7 ga ko'paytiradigan bo'lsak, teng deymiz. Har biriga ko'paytirib chiqamiz, to'g'rimi? Buni bunga ko'paytiramiz, keyin buni bunga, keyin buni bunga. Keyin xuddi shuni 7 bilan ham shu ishni qilamiz. Ya'ni 5x kvadrat x ga ko'paytirsak 5x
kub minus kx kvadrat plus 245 x bo'ladi. To'g'rimi? Yaxshi. Keyin qo'shamiz. 5 ni 7 ga ko'paytirsak 35x kvadrat minus 7kx qo'shuv 7 kara 245. Xo'p. 5 3 1 3 17 ga teng. Yaxshi. Bu teng ekan 5x kub qo'shuv 17 15. Xo'p, endi 17 15 ga teng bo'lgandan keyin bu bilan buni qisqartirsak bo'ladi. Bu bilan buni ham qisqartirsak bo'ladi. Bizga nima qolyapti? Bizga qolayotgan narsalar 35 minus k x kvadrat keyin qo'shilgan 245 minus 7 k x teng 0. To'g'rimi? Demak, bu yerdan nima qilamiz? 0 ga teng bo'lgandan keyin har birini 0 ga tenglashtiramiz. Ya'ni xuddi shunday holatlarda agar bizga x larga bog'liq sonlarni 0 ga tenglashtirish aytilgan bo'lsa, x har qanday son bo'lishi mumkin. Demak, x har qanday son bo'lishi mumkin bo'lgani uchun bularni har birini biz 0 ga aylantirmasak, bu ifoda to'g'ri tenglikni topa olmaymiz. Demak, k teng 35 ekan. To'g'rimi? Demak, tushunarli bo'ldi. Hammaga rahmat. Xayr, salomat bo'ling. Agar bizni xuddi shu shakldagi maxsus eng kuchli ustozlar bilan SAT imtihonlariga onlayn shaklda tayyorlanmoqchi bo'lsangiz, pastda havola qoldiramiz. Ushbu havoladan o'tib, biz sizlarga bog'langan holatda kursimiz, undagi imkoniyatlar haqida aytib o'tamiz. Kursimizda bundan-da muhim masalalar va har bir imtihonda tushishi mumkin bo'lgan savollarni doimiy ko'rib boramiz. Bu shunchaki bir dengizdan bir shingil edi. Hammaga rahmat, xayr,